Bolalarga o'zing qaragin. Hushyor bo'llaring. Hech kim xitlab qolmasin. Xo'jayin, aytgan o'rtog'imni olib keldim. Olib kiraymi? Olib kirur. Kel. Yaxshimisan, ukam? Bu pul bormi o'zi? Cho'qi balandmi? Bola nomadi kelyapti-yu bugun. Pas. Pas. Ukam, puling tugadi-yu. Kech bo'lib qoldi, uyingga tursang bo'ladi. O'rtoq, puling qolmadi-yu. Endi nima qilasan? Uyimni tikaman. Yo'q, bo'ldi ukam. Pas. Ukam, uyingni ham tiqib qo'yding. O'rtoq, uyim ham ketdi. Tag'in kelin bolani ham tikib olmagin. Xotinimni tikaman. Rostdanmi? $29. Ukam, birinchi bo'lib qopti-yu. Soat 2da uy tug'im olgani boraman. Do'stim. Xafa bo'lmaysiz. Buni qimor deyshadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'jayin, 2da yutuqqa borishimiz kerak edi. Soat 4 bo'ldi. Nimaga bormadik? Menga qara, men qumor o'ynasam ham birovni ayoliga qo'lim uchini tekkizmayman. Keyin qumorga oilasini tikadigan bunaqa shakallarni oldimga yaqinlashtirmagin. Tushunaman. Xo'jayin, o'rtog'im Aziz o'zini osib qo'yibdi. Qaysi o'rtog'ing? Sizga yutqizgan bor-ku, soat 2da uyga borsam, uydagilar yig'lab o'tirgan ekan. Sen soat 2da uni uyda nima qilyotding? Qimorga boy dildor, dushmonlaring chiqdi yo'ldan.